Assalomu alaykum barchaga. Mana YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Xo'p, bu videoda qisqacha maqsadni aytib o'taman. Bu videoda sizga shunchaki har bitta referalga pul to'laydigan Telegram botni obzorga beraman. Bu orqali biza so'mda, ya'ni o'zimizning o'zbek so'mida pul ishlashimiz mumkin bo'ladi va bu qanchalik ishlashimiz o'zimizga bog'liq, ya'ni qanchalik ko'p yaqinlarimizga yoki boshqa birovni taklif qilsak, shunchalik ko'p pul ishlaymiz. Xo'p, bizga buning uchun mana shu Telegram bot kerak bo'ladi. Bu Telegram botimiz o'zbeklar adminlar tomonidan yaratilgan, ya'ni o'zbek insonlar tomonidan yaratilgan va bu yerda yozib qo'ygan, mana o'zi haqida ma'lumotlar berib qo'ygan va o'zini support, ya'ni aloqa bo'limini ham yozib qo'ygan. Xo'p, bot silkasi video kommentariyasida bo'ladi yoki Telegram kanalimda bo'ladi. Ikkala joydan ham topsanglar bo'ladi. Xullas, bu yerda startni bosamiz. Start bosgandan keyin bizga mana shunaqa xuddi mana shunaqa bo'lim ochiladi va bu yerda hozir sizlar bilan birgalikda hammasini birim-ketma ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi bo'lim bu yerda tariflar ekan do'stlar. Tariflar, ya'ni biz bu botga hozir do'stlar ikkita kanalga obuna bo'lish kerak ekan. Bunga obuna bo'lamiz va mana bu kanalga ham obuna bo'lgandan keyin tekshirishni bosamiz. Atigi ikkita kanalga obuna bo'lar ekanmiz. Xullas, xo'p, tariflarga o'tdik va bu yerda mana ko'rishimiz mumkin tariflar mavjud. Ya'ni bu bizga o'zi pul ishlab beradi. Ya'ni bankka pul qo'yganga o'xshab foizda pul ishlab beradigan tarif. Mini Pro degan tarifni ko'radigan bo'lsak, buni biz 85 ming so'mga sotib olar ekanmiz va kuniga 3421 so'm ishlab berar ekan. Va mana bu joyda qaranglar, hozir chizib ko'rsataman. Bu yerda yozib qo'yibdi, mana ko'rishingiz mumkin. 30 kun mobaynida bu 102 ming so'm bo'lar ekan. Ya'ni 30 kunda sizga 20 ming so'm ishlab berar ekan. Va qolgan tariflari ham xuddi shunaqa bo'ladi. Mana har safar bu narx ko'tarilib boraveradi xullas. Xo'p, endi do'stlar, tariflar bo'limidan chiqamiz. Ya'ni biz pul ishlash kerak emas bizga. Ya'ni pul tiqib pul ishlamoqchi emasmiz. Sarmoyasiz pul ishlamoqchimiz. O'shaning uchun bizga pul ishlash bo'limi kerak bo'ladi. Va bu yerda pul ishlashni bosadigan bo'lsak, bu ro'yxatda uchun quyidagi baza, ya'ni telefon raqamimizni yuborishimiz kerak bo'lar ekan. Bosamiz. Xo'p, endi bizga telefon raqamimiz qabul qilindi. Va bu yerda yana pul ishlashni bosamiz. Va bu yerda mana takliflar degan bo'lim chiqib keldi. Bosamiz va buni misol mana shuni ulashish, ya'ni pastda mana ulashish turibdi yoki bo'lmasa mana bu ko'k silkani o'zini, mana shu ko'k silkani o'zini kopyurat qilib, ya'ni nusxalab olib odam chaqiramiz mana shu silka orqali mana shu botga va bizga har bitta odam uchun 450 so'mdan beradi. Bu degani 10 ta odam chaqiradigan bo'lsak 4,5 ming so'm bo'lar ekan xullas. Xullas, mana shunaqa qilib pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Uchinchi bo'lim bu yerda vazifa bajarish bo'limi. Vazifa bajarishga keladigan bo'lsak, bu yerda vazifa chiqib turadi, ya'ni YouTube videolari bo'lishi mumkin, Telegram kanaliga obuna bo'lish mumkin. Xullas, o'shanaqa vazifalar mavjud. Bajarish juda ham oddiy, shartlarni mana to'liq yozib qo'ygan. Vazifa manzili deb qo'ygan, ya'ni YouTube'ga videoga silka bergan. Vazifa sharti: videoni ko'ring 5 minut. O'tkazmasdan, ya'ni o'tkazmasdan 5 minut ko'ramiz. Videoga like bosamiz. Kommentariyaga videoga mos uzun so'z yozing deyapti. Ya'ni kommentariya, bitta kommentariy yozib qoldirasiz va kanalga obuna bo'lasiz va undan keyin bular tekshirishadi va sizga qanchadir so'm pul tashlab berishadi xolos balansingizga. 4-bo'lim bu bizning balans bo'limi. Mana balansingizda hamma narsa yozib turiladi va bizda konkurs ham mavjud ekan, referal konkurs deb yozib qo'ygan. Ya'ni eng ko'p referal chaqirgan odamlarga pul tarqatiladigan. Xullas, 10 kunlik konkursimizdan 7 kunlik vaqt qolibdi. Hali 7 kun ichida ko'proq odam taklif qilsanglar, ya'ni top 5 talikka kirsanglar, reyting bo'yicha sizga adashmasam 370 ming so'mni shunchalik pul berish kerak. Men buni o'zini Telegram kanalida o'qigandim xullas. Bu konkursda ham qatnashib yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Va bizda endi xaridlarim bo'limi mavjud. Bu yerda tariflarni, qaysi tariflarni sotib olganingizni ko'rsatib turadi va bizda oxirgi bo'lim pul yechish bo'limi do'stlar. Pul yechish, ya'ni Uzcard va Humoga mavjud do'stlar. Uzcardga bosadigan bo'lsak, qancha miqdor so'm yechib olmoqchisiz? Ya'ni xohlagancha yechib olsa bo'lar ekan xullas. Startni bosamiz. Xo'p, bu yerda endi bizda oxirgisi kunlik bonus mavjud ekan. Kunlik bonus ustiga bosamiz va bizga mana bonusni oling deyapti. Bonus olishni bosamiz va bizga mana 400 so'm bonus berdi. Va buni balansga o'tadigan bo'lsak, shu balansimizga 400 so'm qo'shildi ko'rganingizdek. To'lovlarga o'tamiz. To'lov kanali mavjud ekan do'stlar, ya'ni mana shu botni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda 25 ming so'm, 15 ming so'm, 15432 so'm, xolos mana shunaqa qilib pullarni yechib olishyapti. Hammasi to'lab berishgan ko'rganingizdek. 987 pashti 1000 taga yaqin foydalanuvchisi bor ekan bu o'yinni, Telegram botni. Siz ham kirib bemalol foydalansangiz bo'ladi va o'zbek so'mida o'zbek kartalariga pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Kunlik bonusni har kuni olib borishni esingizdan chiqarmanglar. Bu ham sizga 2-3 kunda 3-4 ming so'm ishlab beradi albatta. Xullas, aytganimdek, bu botimizning silkasi Telegram kanalimda va video kommentariyasida bo'ladi. Bemalol o'tib siz ham pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat.